Qani ketdik. Wow! Egasi ko'rmasin faqat. Hoppa! Svejiy mashina bor, svejiylik bilan turadi-da. Hoppa! Svejiy mashinani bari svejiyligi bilan turadi-da, voy akalarim. Mashinani qaranglar. 131 ming yurgan ekan. 2017 mexanika korobkada. Avtomatda qilaman deganlar bor, lekin adashib qoladi-yu, ha. Joyinglar sog' bo'lsin, mashinamiz bor, 131 ming yurgan. Ko'rasizlar, Pioneer Mafon, yaxshi rullar taqib qo'yilgan. Bir qo'l mashina ekan, do'stlar, o'zimiz sotib olganmiz. Birovning mashinasini bunaqa bilmaymiz, sotib olgandan keyin qo'yamiz do'stlar. Bemalol mashinalarni olib kelinglar, biz mashina olib borgandan keyin qiynab obzor qilar ekan deb o'ylamanglar. O'zimiz kerak bo'lganicha qo'yamiz. Orqada Kenwood kolonkalarigacha bor. Mana kelinglar, ko'rishinglar mumkin. Na metan, na propan hidini hidlamagan, Indoneziya kolonkalarigacha qo'yib qo'yilgan ekan. Mashinamiz bor. Zapaskasini bitta ko'rib olaylik. Zapaskalarigacha bor, tushmagan ekan, ko'rasizlar. Bemalol kelib ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Kraskasiga keladigan bo'lsak bor, mana shu joyga o'zim septirdim. Mana shu joyga septirdim. Bo'ldi. Qolgan joy xudo xolis toza. Shu eshik bilan mana shu joyga ham sepilgan mana. Ko'rasizlar? Qolgan joy absolyutni toza. Mashina soatda ishlab turibdi. Bir qo'l avtosalondan olib minilgan mashina. 4 ta balon holatlar mana yangi turibdi. Ko'rasizlar? Hozir motor atsekni ham ko'rsatib boraman. Motor atseklari ham cho'tga turibdi. Xo'p. Olib turib bosoring sizlar uchun bor. Generalniy daminasi ham qo'ndirib qo'ydim boy ekan. Lekin faqat like bosmayapsiz-da. Qarang mana motor atseklarni. Chiroyli turibdi. Soatda ishlab turibdi. Hattoki mana ko'rasizlar, motori ham ochilmagan, boltlargacha mana radnoy turibdi. Xullas, qo'rqmasdan bosib oladigan joy. Bitta moyini stroga yetib kelgan ekan, shu moyini almashtirib yuborsanglar bo'ldi. Videoga like bosib, mashinani ish qog'ozlariga shu videoni tashlab qo'ysanglar bor. Egalarining telefon raqamlari aynan o'zimizniki. Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, aloqaga chiqib, baraka qolishingiz mumkin bo'ladi. Bosinglar.